Assalomu alaykum yurtimiz obunachilari. Temir zavodda yangi qurilgan 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Mana konditsionerlar. O'ta go'zal holatda. 3-etajda 3 xonali kvartira. Kiraverishda bitta xona. Bu ikkinchi xonasi. Bu uchinchi xonasi. Aristona mana. Hamma sharoitlari zo'r ekan. Bu mana oshxonasi. Oshxonasi ham mana katta. Mebelgacha. Har bitta xonalari aboy qilingan. 2 yillik kredit to'lovi to'langan. Hop, hozirda kredit to'lovi 4 milliondan chiqar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, kimga mana shunaqa kvartira kerak bo'lsa, pastda telefon nomerimni qoldiraman. Narxi ham rosa qulay ekan. Baxtiyor naq sanagan odamga $11,000 ga berib yuboraman. Pul zarurligi uchun shunaqa narxda sotyapman. 11,000 ga sotib yuboraman deyaptilar. Undan kamiga sotmayman Baxtiyor. 11,000 bergan odamga mana shu kvartiramni sotaman deyaptilar. Menga telefon qilsanglar, egasini nomerini beraman.